Salom aziz do'stlar. Bugungi videomiz hayotingizni tubdan o'zgartirishi mumkin bo'lgan juda muhim ma'lumotga bag'ishlangan. Bilaman, ko'pchiligingiz hukumat yoki davlat banklari tomonidan beriladigan qo'shimcha to'lovlar haqida eshitgansiz. Ammo bu jarayon qanchalik murakkab yoki kimlar uchun mo'ljallanganligini tushunishga qiynalasiz. Bugun men sizga davlat bankidan katta miqdordagi pulni qanday olish mumkinligini batafsil tushuntiraman. Bu ma'lumot sizning shaxsiy moliyaviy ahvolingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun diqqat bilan tinglang. Agar hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu videoni tayyorlash uchun ko'p mehnat qildik va sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Keling, muammoning ildiziga boraylik. O'tmishda iqtisodiy sinovlar davrida ko'plab fuqarolarimiz o'z jamg'armalarini davlat banklarida saqlashgan. Afsuski, yuqori inflyatsiya va pul birligining devalvatsiyasi tufayli bu jamg'armalarning real qiymati sezilarli darajada pasayib ketdi. Odamlar o'z pullarining qadrini yo'qotganidan xavotirda edilar va ko'pincha davlat banklaridan yordam ola olmadilar. Jamg'armachilarning huquqlarini himoya qilish, ularning ishonchini qayta tiklash va yo'qotilgan qiymatni qisman bo'lsa ham qoplash bo'yicha aniq mexanizmlar mavjud emas edi. Bu holat ko'pchilikning davlat banklariga bo'lgan ishonchiga putur yetkazdi va ularni pulni yostiq ostida saqlashga undadi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi. Yaqinda qabul qilingan hukumat qarori fuqarolarning davlat banklarida saqlangan jamg'armalarni qo'llab-quvvatlash va qisman kompensatsiya qilishga qaratilgan yangi mexanizmni joriy etdi. Bu qarorning asosiy maqsadi aholining moliyaviy barqarorligini oshirish, davlat banklariga bo'lgan ishonchni qayta tiklash va uzoq yillar davomida jamg'arma to'plagan fuqarolarni ijtimoiy himoya qilishdir. Endi davlat tomonidan maxsus fond tashkil etildi va bu fond orqali belgilangan muddatlarda belgilangan shartlarga asosan jamg'armachilarga qo'shimcha to'lovlar amalga oshiriladi. Bu avvallari hech kim kutmagan, ammo adolatli qaror bo'lib, millionlab fuqarolarimizga o'z yo'qotishlarini qisman bo'lsa-da qoplash imkoniyatini beradi. Shuning uchun bu imkoniyatni qo'ldan boy bermaslik juda muhim. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Bu to'lovlar kimlarga mo'ljallangan va ularni olish uchun nimalarni bilish kerak? Avvalo shuni tushunish kerakki, bu katta qo'shimcha to'lov barcha bank mijozlariga berilmaydi. U aniq belgilangan shartlarga javob beradigan fuqarolar uchundir. Asosiy mezonlar quyidagilardan iborat. 1. Jamg'arma turi va saqlangan davri. Kompensatsiya faqatgina 1990 yildan 2010 yilgacha bo'lgan davrda Xalq banki, Agrobank yoki O'zsanoat qurilish bank kabi davlat banklarida ochilgan va saqlangan muddatli yoki talab qilib olinguncha bo'lgan omonatlarga tegishli. Boshqa davrlarda yoki boshqa turdagi banklarda saqlangan mablag'lar bu dasturga kirmaydi. Masalan, agar siz 2005 yilda ochilgan depozitga ega bo'lsangiz, afsuski, bu to'lov sizga taalluqli emas. Bu muddatlar davlat tomonidan aniq belgilangan bo'lib, iqtisodiy o'zgarishlar eng faol bo'lgan davrni qamrab oladi. 2. Omonat egasining fuqaroligi. Qo'shimcha to'lovlar faqat O'zbekiston Respublikasi fuqarolari uchun mo'ljallangan. Agar omonat xorijiy fuqaro nomida bo'lgan bo'lsa, u bu dastur doirasida kompensatsiya olish huquqiga ega emas. Bu dastur mamlakatimiz fuqarolarining ijtimoiy himoyasiga qaratilgan. 3. Omonatning saqlanib qolganligi. Mablag'lar to'liq yoki qisman bank hisobvaraqida saqlanib qolgan bo'lishi kerak. Agar omonat muddat tugab, butunlay yechib olingan bo'lsa va keyinchalik qayta joylashtirilmagan bo'lsa, bu to'lovga da'vogarlik qilish mumkin emas. Biroq agar siz omonatingizning bir qismini olgan bo'lsangiz va qolgan qismi bankda saqlanib qolgan bo'lsa, u qism uchun kompensatsiya olishingiz mumkin. Asosiy mezon dastur amalga oshirilayotgan paytda omonatning bankda mavjudligi. Kimlar murojaat qilish kerak? Kimlar xavotirlanish kerak? 1. Nafaqaxo'rlar va keksa yoshdagilar. Ko'pincha aynan shu toifa fuqarolarimiz o'z umr jamg'armalarini davlat banklarida saqlashgan. Agar sizda 1990-2000 yillar oralig'ida davlat bankida ochilgan omonatga oid eski jamg'arma daftarchasi bo'lsa, darhol tekshiring. Bu sizning uzoq yillik mehnatingiz natijasidir. Misol 1. Farux aka 1993 yilda Xalq bankida 5000 so'm miqdorida muddatli omonat ochgan va shu yillarda har oy unga qo'shimcha mablag'lar qo'shib borgan. 1938 yilda uning omonati 2500 so'mni tashkil etgan. Hozirda bu pul qisman yechib olingan bo'lsa ham, qolgan 1000 so'mi bankda turibdi. Farruh aka bu dasturga to'liq mos keladi
va kompensatsiya olish huquqiga ega. Bank hujjatlari eskicha omonat daftarchasi orqali uning omonati davri va miqdori tasdiqlanadi. U davlat tomonidan belgilangan koeffitsient bo'yicha sezilarli miqdorda qo'shimcha to'lov bo'lishi mumkin. Misol uchun, hukumat har 1000 so'm uchun 100 ming so'm qo'shimcha to'lov belgilagan bo'lsa, Forex aka o'zining 10 ming so'mlik qoldig'i uchun umumiy 1000 ming so'm olishi mumkin bo'ladi. Bu uning o'sha yillardagi yo'qotishlarni qisman qoplashga yordam beradi. 2. Sovet davridagi jamg'armalarni saqlaganlar. Garchi dastur 1990 yildan boshlansa ham. Sovet ittifoqi davridagi jamg'armalar ham keyinchalik milliy valyutaga o'tkazilgan bo'lsa, ular ham bu dasturga kiritilishi mumkin. Bu yerda asosiy e'tibor valyuta konvertatsiyasi qaysi davrga to'g'ri kelganiga qaratiladi. Bank tizimida bu konvertatsiyalar qayd etilgan bo'lishi shart. Misol 2. Dilfuza opa 1990 yilda 3 ming rublik omonatni Xalq bankining o'sha paytdagi filialida ochgan. 1993 yilda yangi valyuta so'm joriy etilgandan so'ng uning omonati konvertatsiya qilingan va yangi daftarchaga 3 ming so'm sifatida kiritilgan. Bu omonat hali ham bankda saqlanib turibdi. Dilfuza opaning holati ham ushbu dasturga kiritilishi mumkin. Chunki u 1997-2000 yillar oralig'ida bankda saqlangan hisoblanadi. U ham o'sha 30 so'miga nisbatan yuqoridagi kabi koeffitsient asosida, ya'ni 30 ming so'm miqdorida qo'shimcha to'lov bo'lishi mumkin. Bu jarayon o'sha davrdagi konvertatsiya kurslarini inobatga oladi. Vorislar agar omonat egasi vafot etgan bo'lsa, uning to'lovga da'vogarlik qilish huquqiga ega. Buning uchun notarial tasdiqlangan meros huquqi to'g'risidagi guvohnoma taqdim etilishi shart. Merosxo'rlik jarayoni qonuniy tartibda rasmiylashtirilishi kerak. Misol uchun, marhum Bobur akaning 1995 yilda Agrobankda ochilgan va hozirda 7000 so'm qoldiq bo'lgan omonati bor edi. Bobur aka vafot etganidan so'ng uning farzandi Gulnora onasi tomonidan qoldirilgan hujjatlar orasidan eski jamg'arma daftarchasini topdi. Gulnora notarius orqali merosga kirish huquqini rasmiylashtirib, otasining omonatiga tegishli 700 so'm kompensatsiyani olishi mumkin. Bu yerda meros huquqi to'g'risidagi guvohnomaning ahamiyati juda katta. Kimlar murojaat qilmasligi kerak, kimlar xavotirlanmasligi kerak? 1. 2000 yildan keyin ochilgan omonatlar egalari. Agar sizning barcha omonatlaringiz 2000 yil yanvardan keyin ochilgan bo'lsa, bu dastur sizga tegishli emas. Dasturning muddati aniq belgilangan. 2. Tijorat banklaridagi omonatlar egalari faqat davlat banklaridagi omonatlar kompensatsiya qilinadi. Kapital bank, Hamkorbank kabi tijorat banklaridagi omonatlar bu dasturga kirmaydi. Hatto ipoteka bank kabi ilgari davlatga tegishli bo'lgan, ammo hozir xususiylashtirilayotgan banklardagi omonatlar uchun ham aynan dasturda ko'rsatilgan davrga oid davlat banki maqom muhim. Faoliyat yuritmayotgan yoki tugatilgan omonatlar, agar siz o'z omonatingizni to'liq yechib olgan bo'lsangiz va u bankda saqlanib qolmagan bo'lsa, siz kompensatsiya olish huquqiga ega emassiz. Omonatning bankda mavjudligi asosiy shartdir. Misol det, Sarvar 1997 yilda O'zsanoat qurilish bankda 2000 so'm omonat ochgan, ammo 1990 yilda to'y xarajatlari uchun pulni to'liq yechib olgan. Hozir uning daftarchasida 0 qoldiq ko'rsatilgan. Sarvar kompensatsiya olish huquqiga ega emas, chunki uning omonati dastur doirasida saqlangan hisoblanmaydi. 4. Yuridik shaxslarning omonatlari. Bu dastur faqat jismoniy shaxslarning jamg'armalarini qoplashga qaratilgan. Kompaniyalar, tashkilotlar yoki boshqa yuridik shaxslarning bank hisob varaqlaridagi mablag'lari bu dasturga kiritilmaydi. Bu dasturning asosiy maqsadi aholining eng zaif qatlamlarini himoya qilish va ularning davlatga bo'lgan ishonchini mustahkamlash ekanligini unutmang. Shuning uchun mezonlar aniq belgilangan va ularga qat'iy rioya qilinadi. Endi esa ushbu jarayonda duch kelishingiz mumkin bo'lgan ba'zi istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarga to'xtalib o'tamiz. Bu nuanslarni bilish sizning vaqtingizni va asablaringizni tejashga yordam beradi. 1. Jamg'arma daftarchasi yo'qolgan bo'lsa-chi? Bu eng ko'p uchraydigan holatlardan biri. Ko'pchilikda eski jamg'arma daftarchalari yo'qolib ketgan yoki yaroqsiz holga kelgan bo'lishi mumkin. Xavotirlanmang. Agar daftarcha yo'qolgan bo'lsa ham, bu sizning huquqingizni yo'qotganingizni anglatmaydi. Davlat banklari o'z arxivlarida barcha mijozlar haqida ma'lumotlarni saqlaydi.
siz o'zingizning shaxsiy pasportingiz bilan tegishli bank filialiga murojaat qilib, o'sha davrdagi jamg'armangiz haqidagi ma'lumotlarni so'rashingiz mumkin. Bank xodimlari sizning murojaatingiz asosida ichki tizimlar va arxiv hujjatlari orqali tekshiruv o'tkazib, omonatingiz mavjudligini tasdiqlashadi. Faqatgina bu jarayon biroz ko'proq vaqt olishi mumkin, chunki eski arxivlarni ko'tarishga to'g'ri keladi. Nozik jihat: agar omonat bir necha 10 yillar oldin ochilgan bo'lsa va bankda yozuvlar juda eski bo'lsa, ba'zan ma'lumotlarni topish qiyinlashishi mumkin. Bunday holatlarda agar sizda o'sha davrga oid boshqa hujjatlar, masalan bankdan olingan kvitansiyalar, hisob varaq raqamining qaydi bo'lsa, ular jarayonni tezlashtirishga yordam beradi. Har qanday qo'shimcha ma'lumot qidiruvini osonlashtiradi. 2. Bank nomi o'zgargan yoki u birlashgan bo'lsa, ba'zi davlat banklari o'z nomini o'zgartirgan yoki boshqa banklar bilan birlashgan bo'lishi mumkin. Masalan, qishloq qurilish bankining Agrobank bilan yoki boshqa banklarning restrukturizatsiyasi. Bunday holatlarda qaysi bankka murojaat qilish kerak? Har doim o'sha omonat ochilgan davrdagi bankning huquqiy vorisiga murojaat qilish kerak. Bank tizimi bunday o'zgarishlarni qayd etib boradi. Shuning uchun avvalgi bank nomini ko'rsatgan holda bugungi kunda uning vorisi bo'lgan bank filialiga borishingiz lozim. Bank xodimi sizga to'g'ri yo'l yo'riq ko'rsatadi. Tuzoq: ba'zi odamlar eski bank nomini aytib, yangi bankda topa olmasliklari mumkin va umidsizlanib jarayonni to'xtatishadi. Bunday qilmang. Ma'lumot olish uchun markaziy bank yoki bankning o'zining gal markaziga qo'ng'iroq qilib aniqlik kiritish mumkin. Bu holatda tushkunlikka tushmang, yechimi mavjud. Murojaat qilish muddatlari. Ko'pgina davlat dasturlarida bo'lgani kabi bu qo'shimcha to'lovni olish uchun ham aniq muddatlar belgilangan. Hozirgi kunda bu muddatlar belgilangan va e'lon qilingan bo'lib, odatda bir necha yilni o'z ichiga oladi. Lekin bu muddat cheklanganligini va uni kechiktirmaslik kerakligini esda tuting. Belgilangan muddatdan keyin murojaat qilganlar, afsuski, bu imkoniyatdan mahrum bo'lishlari mumkin. Muddatlar haqida aniq ma'lumotni bankning rasmiy veb-saytlaridan yoki KAL markazidan bilib olish mumkin. Murojaatni imkon qadar tezroq boshlash tavsiya etiladi. 4. Kompensatsiyaning minimal va maksimal miqdorlari. Dastur doirasida belgilangan har bir birlik, masalan, har 1.000 so'm uchun kompensatsiya miqdori mavjud. Biroq umumiy kompensatsiyaning minimal va maksimal chegaralari ham belgilanishi mumkin. Bu dastur byudjetini samarali taqsimlash va barcha murojaatchilar uchun adolatli taqsimot ta'minlash maqsadida qilinadi. Nozik jihat: agar sizning omonatingiz qoldig'i juda kichik bo'lsa, masalan, 100 so'm, sizga belgilangan minimal kompensatsiya miqdori berilishi mumkin. Bu sizning kutganingizdan ko'proq bo'lishi mumkin. Va aksincha, agar sizda juda katta omonat bo'lgan bo'lsa, siz maksimal chegaraga duch kelishingiz mumkin. Bu tafsilotlarni bankdan aniqlashtirish shart, chunki ular to'lov miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. 5. Soliqqa tortish masalasi. Bunday turdagi davlat tomonidan beriladigan kompensatsiyalar odatda daromad solig'iga tortilmaydi. Ammo bu masalani bankda yoki soliq inspeksiyasi qo'shimcha ravishda aniqlashtirish zarar qilmaydi. Chunki soliq qonunchiligida o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Hukumat odatda ijtimoiy dasturlar doirasidagi to'lovlarni soliqdan ozod qiladi, lekin har ehtimolga qarshi so'rab qo'ygan ma'qul. 6. Valyuta konvertatsiyasi. Agar sizning omonatingiz boshqa valyutada, masalan sovet rublida bo'lgan va keyinchalik so'mga konvertatsiya qilingan bo'lsa, kompensatsiya hisoblashda aynan konvertatsiya qilingan miqdor va valyuta kursi asos qilib olinadi. Bu yerda bankning ichki hisoblash mexanizmi muhim rol o'ynaydi. Ko'pincha davlat belgilagan rasmiy kurs bo'yicha hisob-kitob qilinadi. Bu esa bozor kursidan farq qilishi mumkin. Tuzoq: ba'zilar eski rubldagi miqdorni to'g'ridan to'g'ri hozirgi kursga o'tkazib hisoblashga harakat qilishadi, ammo bu noto'g'ri. Asosiy narsa bank tizimida qayd etilgan konvertatsiya qilingan so'mdagi yakuniy qoldiqdir. 7. Ishonchnoma orqali murojaat. Agar omonat egasi shaxsan bankka kela olmasa, kasallik, chet elda bo'lish va hokazo, uning nomidan ishonchnoma asosida boshqa shaxs murojaat qilishi mumkin. Ishonchnoma notarial tasdiqlangan bo'lishi va barcha kerakli vakolatlarni o'z ichiga olishi shart. Nozik jihat: ishonchnomada aynan ushbu kompensatsiyani olish vakolati aniq ko'rsatilishi kerak. Umumiy ishonchnoma ba'zi banklarda qabul qilinmasligi mumkin. Shuning uchun ishonchnomani rasmiylashtirishdan avval bank bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. Bu jihatlarni bilish sizning murojaatingizni tezlashtiradi
va keraksiz to'siqlarga duch kelishingizning oldini oladi. Har bir holat individual bo'lishi mumkin. Shuning uchun shubha tug'ilganda bevosita bankka murojaat qilishdan tortinmang. Endi esa eng muhim qismga keldik. Bu pullarni olish uchun aniq qanday harakatlar qilish kerak? Qadam-ba-qadam ko'rsatmalar. Bir qadam dastlabki tekshiruv va ma'lumotlarni yig'ish bilan jamg'arma daftarchasini toping. Agar sizda 1990-2000 yillar oralig'ida davlat banklarida ochilgan omonatga oid jamg'arma daftarchasi bo'lsa, uni toping. Unda omonat turi, ochilgan sana, qoldiq miqdori va bank nomi ko'rsatilgan bo'ladi. Bu sizning asosiy hujjatingizdir. Chunki undagi ma'lumotlar bankda tekshirilishi kerak bo'ladi. 2. Agar daftarcha yo'qolgan bo'lsa, xavotirlanmang. O'zingizning pasportingizni tayyorlab qo'ying. Bankning arxiv ma'lumotlari orqali omonatingizni topish imkoniyati bor. Bu borada keyingi qadamda batafsil ma'lumot beraman. Bank o'zining ichki ma'lumotlar bazasiga kirish imkoniyatiga ega. O'tu. Vorislar uchun agar siz vafot etgan omonat egasining vorisi bo'lsangiz, pasportingizdan tashqari marhumning o'lim haqidagi guvohnomasini va notarius tomonidan tasdiqlangan meros huquqi to'g'risidagi guvohnomangizni tayyorlang. Bularsiz siz murojaat qila olmaysiz, chunki sizning merosxo'rlik huquqingizni tasdiqlash zarur. 4. Bank nomini aniqlang. Omonat qaysi davlat bankida ochilganini aniq bilib oling. Yuqorida aytib o'tganimdek, bu Xalq banki, Agrobank yoki O'zsanoat qurilish bank bo'lishi mumkin. Agar bank nomlari o'zgargan bo'lsa, hozirgi nomi qanday ekanligini internet orqali yoki bankning kol markaziga qo'ng'iroq qilib aniqlashtiring. 2 qadam bankka murojaat qilish bir. Qayerga borish kerak? Siz omonat ochilgan bankning istalgan filialiga murojaat qilishingiz mumkin. Ba'zi hollarda eng samarali yo'l omonat ochilgan aniq filialga borish bo'lishi mumkin. Chunki eski arxivlar aynan o'sha yerda saqlanadi. Biroq ko'pgina yirik davlat banklari uchun tizim markazlashtirilgan bo'lib, siz istalgan filialda murojaat qila olasiz. Bankning rasmiy veb-saytida yoki kol markazida bu borada aniq ma'lumot olishingiz mumkin. 2. Nimalarni o'zingiz bilan olib borish kerak? O'zbekiston Respublikasi fuqarolik pasporti yoki ID karta. Pasportning muddati o'tmagan bo'lishi shart. Asl jamg'arma daftarchasi agar mavjud bo'lsa, uni yo'qotib qo'ymaslik uchun ehtiyot bo'ling. Meros huquqi to'g'risidagi guvohnoma va marhumning o'lim guvohnomasi faqat vorislar uchun. Bu hujjatlarning notarial tasdiqlangan asl nusxalari talab qilinishi mumkin. Agar bor bo'lsa, eski bank kvitansiyalari yoki omonatga oid boshqa tasdiqlovchi hujjatlar. Ular ma'lumotlarni tasdiqlashda yordam berishi mumkin. O'tib bankda nima qilish kerak? Bank xodimiga o'zingizning holatingizni tushuntiring va qo'shimcha to'lovni olish uchun murojaat qilayotganingizni ayting. Ular sizga to'g'ri bo'limga yo'naltiradi. Bank xodimi sizga maxsus ariza shaklini beradi. Bu arizada sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, omonat haqidagi ma'lumotlar va kompensatsiya talabingizni ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Arizani to'ldirish namunasi bankda bo'lishi kerak. Arizani diqqat bilan to'ldiring. Barcha ma'lumotlarni to'g'ri va aniq kiriting. Agar tushunmagan joyingiz bo'lsa, bank xodimlaridan yordam so'rang. Ular sizga tushuntirishga majbur. Barcha tayyorlagan hujjatlaringizni bank xodimiga taqdim eting. Ular hujjatlaringizni tekshiradi. Jamg'arma daftarchasini agar mavjud bo'lsa, ro'yxatdan o'tkazadi va nusxalarini oladi. Ba'zi hujjatlar asl nusxada qolib, nusxalari bankda saqlanadi o'tkadan. Ariza ko'rib chiqilishi va to'lovni kutish bir. Tekshiruv jarayoni bank sizning arizangiz va hujjatlaringizni qabul qilib olgach, o'zining ichki tizimlari va arxivlari orqali tekshiruv o'tkazadi. Bu jarayon bir necha ish kunidan bir necha haftagacha davom etishi mumkin. Ayniqsa agar sizning jamg'arma daftarchangiz bo'lmasa va ma'lumotlarni arxividan topish talab etilsa. Sabrli bo'lishingizni so'rayman. 2. Qaror qabul qilish. Tekshiruv natijalariga ko'ra, bank sizning kompensatsiya olish huquqingiz bor yoki yo'qligi haqida qaror qabul qiladi. Agar siz dastur talablariga javob bersangiz, sizga kompensatsiya miqdori va to'lov usuli haqida xabar beriladi. Telefon, SMS orqali yoki shaxsan bankka chaqirib. 3. To'lovni olish. Kompensatsiya odatda sizning bank hisobingizga o'tkaziladi. Agar sizda bank kartasi bo'lmasa yoki yangi hisob ochishingiz kerak bo'lsa, bank bu borada ham yordam beradi. Ba'zi banklar naqd pulda ham berishi mumkin, ammo bu bankning ichki siyosatiga bog'liq. To'lovni olishda bank belgilagan koeffitsiyentlar va kompensatsiya miqdori asosida amalga oshiriladi. Muhim maslahatlar: sabrli bo'ling. Jarayon ba'zan biroz vaqt talab qilishi mumkin, lekin natija bunga arziydi. Hujjatlaringizni saqlang
bankka topshirgan barcha hujjatlaringizning nusxalarini yoki qabul qilinganligi haqidagi ma'lumotnomani o'zingizda saqlang. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan savollarni hal qilishda yordam beradi. Aloqada bo'ling. Agar belgilangan muddatdan keyin bankdan xabar bo'lmasa, bankning kol markaziga qo'ng'iroq qilib, arizangizning holatini bilib oling. O'zingizning ariza raqamingizni eslab qoling. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hech kimga pul evaziga bu to'lovni olib berishni taklif qilgan shaxslarga ishonmang. Barcha jarayon davlat banklari orqali bepul amalga oshiriladi. Hech qanday vositachiga pul bermang. Bu bosqichlarni diqqat bilan bajarsangiz, davlat bankidan o'zingizga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lovni olish imkoniyatini sezilarli darajada oshirasiz. Bu sizning huquqingiz. Uni talab qilishdan tortinmang. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, bugun biz davlat banklaridan katta miqdordagi qo'shimcha to'lovni qanday olish mumkinligi haqida batafsil gaplashdik. Biz bu to'lovning tarixini, kimlarga mo'ljallanganligini, qanday qilib uni olish mumkinligini va e'tibor berish kerak bo'lgan nozik jihatlarni ko'rib chiqdik. Bu imkoniyatdan foydalaning. Chunki bu sizning qonuniy huquqingizdir va hukumat sizning uzoq yillik ishonchingizni qadrlaydi. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. O'zingizning savollaringizni va bu dastur haqidagi fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimizda ham siz uchun foydali va muhim ma'lumotlar bilan bo'lishamiz. E'tiboringiz uchun rahmat va salomat bo'ling.